Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on MFIda joylashgan xonadonimiz bugun sotuvga qo'yildi. Ko'chalarni ko'rib turganingizdek asfalt qilingan. Gaz, svet, suv hech qanaqa muammo yo'q. Uyda dokumentlarda ham hammasi muammo yo'q. Hammasi joy-joyida. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, hovli qismi keng. Shundoq kirganingizda o'ng tomoningizda garaj. Ixchamga joylashgan mana. Bu tomonda tapchan, oshxona, banya, non tandir xonasi bor ekan. Bu to'g'rida necha xona? 3 xona. Bu yoqda 3 xona, 5 xona. Bu yoqda mol xonasi, alohida bu yoqda kiradigan mana bu eshikdan kiradi. Xullas molni bemalol boqib, agoroti ham katta ekan. Xonadonimizning umumiy maydoni mana chegara qismi mana tut qator ekilgan. Mana shu yoqda ariq, bu yog'iz ko'rinib turibdi. Bu yerda ham shunaqa mana shaharga boshqa joyga o'xshab turib, mana bunaqa zaburlar qo'shilmagan, bemalol garchilik bu yoq. 27 sotix hojatxonasi. Bu uyni tashqi ko'rinishi bunaqa bo'lgan bilan ichki tomonlari hammasi remont qilingan. Hozir bu ichki tomonlarini ham qisqacha obzor qilamiz. Mana bu xonadonimizning yon tomoni, mana bu yerga ham yozgi nimada buqalar bog'lab qo'yib turib, bu yerda yemga qo'ysangiz bo'ladi, xolasangiz qo'y qilsangiz bo'ladi. Endi xullas qanaqa sizga ma'qul kelsa o'shani qilsangiz bo'ladi, lekin sotib olsangiz mazza qilasiz. Xonadonlarimiz mana qisqacha yashash xonalarini obzor qilsak, kiruvchi bu tomonda bitta xona, yo'qda yana bitta xona, bu zal qismi. Bu yoqda ham yana bitta xonasi. O'sha bu yoqda 5 xona, nari yoqda 3 xona. Hamma ikkita xonasi remont bo'lgan. Kirishingizda shunaqa katta xonasi bor. Muzdekkina ekan. Bu yerda bir xona. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 42 ming AQSh dollari. Ozgina kelishiladigan joyi bor. Videoni ko'ring, like bosing va uy izlab yurgan mana shunaqa tanishlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'ying.